Bir akamiz yaxshi niyatlarda o'ziga labo olgan. Tirikchilik qilaman deb. Gaz qo'ydi degan joyida tent qo'ydiman deganda hujjat yagona darajaga tashlab berayim desa, ha degan. Nima qildirmoqchi desa, tent qildiraman deganda yozib beradigan odam yuk bortli turdan yuk bortli tentli furgon turiga deb yozib bergan. Endi u akada ham ayb bo'lmasa kerak, chunki u ham nima deb so'rasa oddiy javob bergan. Shuning uchun shuni sal-pal so'rab surishtirib qilgan yaxshiroq sababi akamiz mana qildirdi. Hozir endi dokumentni o'tmaydi bunga, buni bu holatda ko'chada yursa gay to'sa olib kelib qo'yishi yoki ishtirok solishi mumkin. Shuning uchun shunaqa labosiga tent budka qildirmoqchi bo'lganlar yaxshilab tushunib keyin qildirsa yaxshi bo'ladi. Sababi kim masalan yig'ishtiriladigan qilmoqchi bo'lsa, yuk bortli turdan yuk bortli tentli turga deb yozilsa, yig'ishtiriladigan tent qildirsa to'g'ri bo'ladi. Agar furgon deb yozilsa, unda mana orqasi damas singari ochiladigan bo'lishi kerak. Bu mana ochilmaydi, bu zamonda yopib qo'yiladi shuni hisobiga. Bunga o'tmaydi. Ya'ni bu holatda yursa gay ishtirok solishi yoki mashina olib kelib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun maksimal shu videoda labosiga tent budka qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Mana akamiz ham bekarchi rasxodga tushib turibdi. Ko'pchilik shunaqa tushmasligi uchun labosi bor tanishlarga jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'lib qoladi. Mana biz ham chiqarib olyapmiz, boshqatdan qilib beramiz. Aka qo'shimcha rasxodga tushdi.